Bu ko'chada yuradi, ichadi, chakadi, ota-onaga umuman hurmati yo'q. Meni buni tarbiyalashga kuchim yetmay turibdi. Shunga bir yordam qiling endi. Shumi bachay? Ha, iflos bacha. Kerak qani? O'zingga kerak bo'lsa. Ana, ko'rdingizmi? Chitdi yuragi yomon bo'ldi ekan-a? Boring qani, ishingizni aytib bering qani? Mayli, omad. Xo'sh, siz bilan hozir madaniyat to'g'risida gaplashamiz. Madaniyat deganda nimani tushunasiz? Nima o'zi? Yo, masalan, kattaga hurmat, kichikka izzat, ota-onani e'zozlash, sansirash noto'g'ri ekanligini bilish haqida biror nima bilasizmi? Dangal gapir, nimani xohlayapsan o'zmandan? Yana sansiraysanmi? Yo'q. Yana sansiraysanmi? Ha? Yo'q. Amaki, kechirasiz, sansirlaganim uchun. Qayta takrorlanmaydi. Gapirgan dadangga? Dada, kechirasan, sansirlaganim uchun. O'zgarmagan-ku bu. Chiti programmada kam bo'libdi. Men programmani o'zim moslashtirman-da. Hozir sizga moslashtirib beraman. Ana bu qanaqa balonligini bilasan? Yo'q, qanaqa balon? Bu bars balonlari O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Birinchi rezina texnika zavodida. 200% sifat nazoratda. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Qorda, muzda, loyda, любой joyda aydasang bo'ladi. Eng asosiysi bu yirtilmaydi. Tushundingmi? Nima qilay qaman? Bundan hozir uyda turistda bor. Shuni ko'chaga olib chiqasanda, yana qaytarib joyga qo'yasan uya. Tushundingmi? Menga qarang, mardikor, men sizga kerak bo'lsa o'zingiz qiling. Qilasanmi yo'qmi? Qilaman amakijon. Ko'taring, ketaman.